qurilish bo'layotgan binoning tepa qavatidan usta pastdagi ishchini rosa chaqiribdi. Shovqin tufayli ishchi uni eshitmabdi va usta e'tiborni jalb qilish uchun unga 1 dirham tashlabdi. U pulni ko'ribdi-da, cho'ntagiga solib, yana ishlashda davom etibdi. Keyin usta yana 10 dirham tashlabdi. Lekin ishchi yana pullarni cho'ntagiga solib, ishlashda davom etaveribdi. Keyin usta kichik toshni olib, unga otibdi. Bu safar esa ishchi boshini ko'tarib qarab, usta chaqirayotganini ko'ribdi va ishchi uning boshiga tosh otilgani uchun biroz xafa bo'libdi. Bilasizmi, bu hikoya aynan biz haqimizda. Alloh biz bilan muloqot qilishni xohlaydi, lekin biz dunyo ishlari bilan bandmiz. Alloh bizga kichik hadyalar, keyin esa kattaroq hadyalar beradi. Biz esa ularni bizga kim berganligi haqida o'ylamasdan ularni qabul qilamiz. Minnatdor bo'lish esa esimizda yo'q, ularni olib ketaveramiz. Va faqatgina Alloh bizga sinov, ya'ni kichik tosh otganida biz unga yana murojaat qila boshlaymiz.